Demak, zapis yoqdim. Mavzuni boshlaymiz. Bugun sizlar bilan professionalroq mavzular, ya'ni har doimgidek trading nima, trader kim, javob emas. Bizlarni u mavzularimiz, ya'ni boshlang'ich bilimlar bo'yicha mavzularimiz bizlarni narigi kanalimizda DSFX начальный o'sha etap bo'yicha kanalimizda o'tilyapti. Bugungi mavzuda sizlar bilan hamma traderlar, professional traderlar, ya'ni savdo qilib, yillar davomida 2-3 yildan beri savdo qilib, aytaylik, opti bor traderlarni og'riqli va xato qilayotgan nuqtalaridagi mavzularni ko'rib chiqamiz. Ya'ni eng global masala, ikkinchi yo'nalishdagi eng global masala bu order block haqidagi hech kim bilmagan sirlari va life hacklar. Ya'ni order block o'zi bu nima va bu qanaqa ishlatiladi va buni qanaqa ishlatish shart kerak. O'sha haqida bugun sizlar bilan ma'lumot olamiz. Qisqacha qilib aytganda, bugungi darsim ikkinchi yo'nalishini deylik, главный faktlardan biri hisoblanadi. Nimaga desanglar, hop, SMC yo'nalishidagi order block o'zi tushunchasi ko'p traderlarga tanish. Не только SMC traderlarga, bu klassika bo'yicha ishlaydigani ham va любой bitta traderga bu ma'no tanish, ya'ni bu so'z tanish. Order block degani vau, nimadir, короче, отдельно qanday искусство deb o'ylashadi. Endi yana bitta narsaga e'tibor beramiz. SMC deganda, ya'ni Smart Money Concepts deganda biza va faqatgina order block yoki boz cho'chib tushunmaymiz. Eslab qolinglar. SMC deganda biza o'sha, misol uchun, boshidan boshladi. SMC ga kirish, aytaylik, poiz zonalarning hamma turini aytaman. U 8 tadan ko'p. Likvidностьlarning hamma turi, likvidностьlarning ham 8-7 tadan turlari ko'p. Hop, confirmation entry, ya'ni kirish nuqtalarini ham, ya'ni kirish entrylarni ham 7 ta 8 ta tasdiqlari bor, modellari bor. Oxiridagi o'sha multiplay entry hammasini bitta qilib mix qilinganda bu narsa SMC konsepsiya deb chiqarilgan, ya'ni plyusda aql bilan boshqarish. Hop, nimaga SMC deganda? Chunki SMCda bilasizlar, ancha savdo qilish, aytaylik, bitimlar ochish ancha uverенroq. Qaysi ma'noda? Misol uchun biz qanaqadir liniya chizib yoki qanaqadir уровень chizib, o'sha уровеньni buzsa sell, buzmasa buy demaymiz. SMCda qanaqa? Struktura buymi? Biz faqat buyga сделка qilamiz. Urib ketdimi, все, biz hech nima qilmaymiz. Boshqa yo'nalishlarda esa, ya'ni именно aytaylik klassik yo'nalishda esa qanaqa uligina nyuans bilan ishlashadi, ya'ni ular yoki va yoki degan so'z bilan, o'ziga savol bilan savdo qilishadi. Qanaqasiga? Liniya trendi chizadi yoki уровень chizadi. Bozor uroveniga kelsa, ular buy tiqishadi. Uni buzsa, ular sell tiqishadi. Yoki buy yoki sell. Bizda unaqa emas. Bizda trend bir xilmi, все. Bitta yo'nalishda ketamiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. O'shaning uchun SMC yo'nalishida va boshqa yo'nalishlardan ko'ra SMC yo'nalishida win rate ancha kattaroq. Win rate bu yutish protsenti. Misol uchun 10 ta сделка ochasiz, 10 tadan 7 ta, 8 ta, 6 ta take urishi va kamida risk reward har bitta bitimda 1ga 3, 1ga 5, 1ga 10 соотношение bo'lishi. Bu eng minimal hisoblanma. Chunki bizdagi o'quvchilardan, misol uchun, agar ofisga kelib qolsanglar yoki aytaylik, qayerdadir gruppalarda o'quvchilarimiz ko'rib qolsanglar, ulardan so'rasanglar aytadi, то что ular SMC bilan savdo qilayotgan traderlarimiz risk rewardi kamida 1ga 5. То есть ularda $20 depozit bo'lsa, agar $20 где-то $10 risk qilishsa, ular bitta сделкаga o'zi kamida $50 topishadi. $10 risk qilib, agar $20 полностью risk qilsa, $100 topishadi kamida. Endi bu degani risk reward, ya'ni risk reward соотношение risk прибыли bu yerda 1ga 5 соотношение qo'yilyapti. Xo'p, keyingi masala order block degani aytib o'tgandek, misol uchun ko'plar bor, nima deyishadi? Order block shunaqa narsaki, mabodo agar u buzilib o'tib ketib qolsa, u narsa breaker blockga aylanadi. Yoki aytaylik, buzilgan har bitta order block breaker block bo'ladi. Yo'q, u вообще noto'g'ri stereotip hisoblanadi. Unaqa faktlar, unaqa traderlardan iloji boricha uzoqlashishlik. Sabab, chunki ular birinchi o'rinda o'zini yo'nalishini bilmasdan turib, boshqa yo'nalishga sakrab, boshqa yo'nalishda ham obsession qilish bu juda yomon narsa. Sizlar qanaqadir bitta yo'nalishda o'rganib olganingizdan keyin uni professional bo'la olmaysizlar. Sabab, chunki sizlarga yillab vaqt kerak bo'ladi praktика qilish uchun. Misol uchun, bitta order block mavzusini olsak, bitta order blockda o'zida aytaylik, qoidalar bor o'zini. O'sha qoidalarni bilib turib siz order blockda ishlatamiz. Sabab, chunki birinchi o'rinda sizga tajriba yetishmaydi. Tajriba deganda siz u narsani buraq ishlatib, qanaqa bo'lishini tushunib olish kerak. Nimaga desanglar, chunki order block любой narsa, o'rganayotgan narsalar, не только trading sohasida, boshqa sohalarda ham bu narsa, любой o'rganayotgan narsalar kitobda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lmaydi. Kitobda qanaqa bo'lsa, xuddi grafikda ham, haqiqiy hayotda ham xuddi shunaqa bo'lmaydi. По-любому qanaqadir qiyinchiliklar bo'ladi. Po-любому qanaqadir aytaylik, kitobdan sal boshqacharoq variantlari chiqadi. O'shaning uchun biz har doim o'rgangan narsamizni sразу bilib olib, kimgadir dars berib, yo unaqa emas. O'rgangan narsamizni bozorda praktika qilib, yillab praktika qilib, keyin u narsa haqida ma'lumot berish kerak. Endi keyingi masala,
Xo'p, OrderBlock mavzusi bo'yicha bu hozir sizlarga o'tib berishim kerak bo'lgan darsni o'tish uchun общий hisobda OrderBlockni o'rganganimga 3 yil bo'ldi. Ya'ni OrderBlock mavzusini o'zini ko'rib chiqqanimga 3 yil bo'ldi. 3 yil oldin bu mavzuni o'rganganman. Endi sizlarga 3 yillik opitdan kelib chiqqanda 10% narsani hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ya'ni 3 yillik opitdagi kerakli ma'lumotlar. Endi bu mavzu eksklyuziv bo'ladi. Nimaga unaqa nom? Chunki bundagi qoidalar hozirlarga ko'rsatib beradigan, hozirlarga tushuntirib beradigan narsalarimni juda ko'plarini OrderBlock mavzusini biladigan treyderlar bilmaydi bu narsani. Ya'ni tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam ko'p professional treyderlarga notanish bo'ladi va bu narsa novinka hisoblanadi. Endi agar bu OrderBlock bilan ko'p savdo qilgan, juda ko'p vaqt savdo qilgan, juda ko'p vaqt OrderBlock mavzusini rivojlantirgan odamlar esa bu mavzularni bilishi mumkin. Chunki bu narsa bozordan olingan. Bu narsa kimdir bilimidan, kimdir ideyasidan emas. Bu narsa bozordan olingan чистый опыт. Ya'ni hozirlarga o'zimni opitimni просто так, как бы qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Demak, davom etamiz. Xo'p, bugungi mavzumizda OrderBlock haqida hech kim bilmaydigan sirlar va layfhaklar. Ketdik. Endi Xo'p, OrderBlock, любой joyda OrderBlock deyishadi. Xo'p, OrderBlock nimaligini tushundik. Ya'ni uni qanaqa mavzuligini, qaysi konsepsiyadanligini, qaysi yo'nalishdanligini tushundik. Endi главный problema bor. OrderBlock o'zi nima va uni qanaqa ishlatamiz? Va u narsa o'zi qayerdan paydo bo'lgan OrderBlock tushunchasi. Sizlarga любой trader aytaylik OrderBlock nimaligini tushuntirib beradi. Qaysi ma'noda? OrderBlock bu narx tushib ko'tarilgandan keyin oxirgi tushish shamchi, oxirgi ko'tarilish shamchi yoki mana shunaqa bitta blok shamchi bizga blok bo'ladi. O'shdan biz bitta ochamiz. Xo'p, endi sizda savol bo'lishi mumkin. Ma'nosi qani? Ya'ni siz любой bitta ishni qilasiz, ishni qotganingizdan oldin siz обязательно ma'nosini so'raysiz. Misol uchun, biz o'zimizning o'quvchilarga aytamiz nimani? Zo'r primer bor, men sizlarga primer keltirib beraman. Xo'p, aytaylik, bitta telefon yoningizga, perfect telefon bor, legushka. O'shani qo'ydim yoningizga. Va o'sha telefonni qo'yganimdan keyin sizlarga aytaman. Sizga oylik summa beraman. Ya'ni, misol uchun oylik to'layman. Sabab, ya'ni hozir mana shu telefonda siz aytaylik, sizga pul beraman. Soatlikmi, endi kunlik summami beraman, mana shuncha summa beraman. Va sizning ishingiz, ya'ni sizning ishingiz nima bo'lishi kerak? O'sha telefonni ko'tarib bitta tarafdan ikkinchi tarafga olib o'tish. Bo'ldi. Ishingiz shu. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Endi siz o'sha ishni qilasiz. Sizga pul to'layapti, yana qilasiz, qilaverasiz, pul to'layapti. Lekin savremen, ya'ni vaqt o'tgandan keyin u qilayotgan ishingiz smysli yo'qoladi, ya'ni ma'nosi yo'qoladi. Nima uchun? Chunki siz u ishni tushunmasdan qolasiz. Ertaga o'sha erinishni boshlaysiz. Aytaylik, bir kundan keyin o'sha siz erinishni boshlaysiz. 2 kundan keyin o'sha siz qilmay qo'yasiz. Aytaylik, kimgadir qildirishni boshlaysiz yoki shunaqa ishlar paydo bo'ladi. Sizlarga primer tariqasida keltiraman, чтобы tezroq tushunishinglar uchun. Endi siz ma'nosini tushunmaganingiz uchun bu yerda ishlatishni, qilayotgan ishingizdan smysli yo'q, qilayotgan ishingizga mehringiz yo'q. O'shaning uchun qilayotgan ishingiz nekачественный, ya'ni качество yo'q bu yerda. Endi sizga aytaman nimani? Mana shu telefon juda qadrli telefon bizga va bu telefon narxi umuman belgilanmagan. Nima uchun desangiz, chunki bu telefonning ichidagi aytaylik qanaqadir chip bor va o'sha chip hech qayerga qo'yilmaydi. Ya'ni u telefonni boshqa telefonga o'tib bo'lmaydi, chunki buziladi va o'sha telefonga imенно aytaylik ertaga yoki bir haftaning ichida bitta dona zvonok kelishi kerak va o'sha zvonokni o'zida примерно aytaylik 10 million dollarlik bitim, ya'ni 10 million dollarlik сделка hal qilinadi. Ish, ya'ni biznes bo'yicha aytaylik 10 million dollarlik сделка hal qilinadi. Siz уже tushundingiz bu narsani. Всё, demak, sizda maqsad bor, ya'ni ma'no bor. Siz qaysi ma'no bilan ishlaysiz? Ya'ni qaysi ma'no bilan aytgan vazifani qilasiz? To, что bu telefonga zvonok keladi va o'sha zvonokni ko'tarish shart. Nimaga telefonni havodan u yoqdan olib o'taman degan savolingizga javob. Chunki bu telefon shunaqa chipi bor. U chipni agar siz telefonda где-то bir qimillatib turmasangiz, aytaylik, qimillatib turmasangiz, u chip buzilib qoladi yoki chip ishlamay qoladi. Va o'shaning uchun sizga mana shu vazifa belgilanyapti va o'shaning uchun sizga mana shunaqa summa belgilanyapti. Endi siz o'zi tushundingiz maqsadda, siz o'zi ma'noni tushundingiz. Endi siz nima qilasiz? Bu ishni tushunib qilasiz va bu ishga mehringiz oshadi. Chunki siz o'zi ma'nosini bilasiz. Endi nimaga bu primerni keltirdim? Chunki bizdagi ko'p treyderlar, professional treydermi endi novichok treyderlarmi, любой bitta mavzuni o'rganadi, aytaylik, xohlagan mavzusini, Fibonacci boshqasimi, u yo'q, lekin ulardan ma'nosi haqida so'rasangiz nimaligini bilmaydi. Misol uchun, OrderBlock o'rganganlar bor oramizda, почти 70% OrderBlock nimaligini bilamiz va uni qanaqa ishlatishni ham bilamiz. Endi lekin 70% dan kamida yarminglar umuman buni nimaligini va nima maqsadda o'zi paydo bo'ladi. Ya'ni OrderBlock o'zi qanaqa bo'ladi, nima uchun bo'ladi? To'g'ri ishlatish tushundik, qayerdan topishni bilamiz.
Endi u o'zi nima maqsaddan bo'ladi? Maqsadi nima Urlbokda? O'sha narsani hech kim o'zingizga savol bermaysizlar. Va avtomatik bizada savol paydo bo'ladi. Ya'ni Urlbokda ishlayotganmi? Demak, maqsad yo'q ekan. Demak, ma'no yo'q ekan. Xo'p. Ozgina turganim. Xo'p, demak, endi bizlar nima qilishimiz kerak? Urlbok o'zi nima? O'shani biz ham ma'nosini bilamiz. Agar hozirlarga sirazi Urlbokda qoidalarini, aytaylik, Urlbok nimaligini, Urlbok qatni topish, qatni aniqlashlarni tushuntirib o'tib ketsam, sizlar keyingi safar paylibomi Urlbokda ishlatishni bilmaysizlar. Chunki buni ma'nosini nimaligini tushunmayapsizlar. Nima sababdan paydo bo'layotganini tushunmayapsizlar. O'sha sababdan sizlar Urlbok haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmasligingiz mumkin. Demak, bugungi mavzumiz Urlbok. Urlbok o'zi bu nima? Agar buni so'zma-so'z tarjima qilsanglar, order bu bitim. Blok bu обычный blok, aytaylik, to'rtburchak narsa. Buyurtma bloki yoki bitim bloki, bitim ochilgan blok. Xo'p, buni tarjimasi, o'zbekcha tarjimasini aytaman sizlarga. Bu bozordagi katta o'yinchilarning bitimlari va limitlari qo'yilgan narx zonalari. Endi bilasizlar, o'sha bozorda biz treyderimiz bozorga hech qanaqa daxlimiz yo'q. Ya'ni biz bozorga hech qanaqa ta'sir bera olmaymiz. Bozorni boshqaruvchi juda katta igroklar bor, ya'ni o'yinchilar bor, bozordagi o'yinchilar. Ular bizga o'xshab sellga, ular bizga o'xshab buyga mana qilib scalping qilib yoki aytaylik 1 minutdan 1 minutga mana qilmaydi. Ular sotgan parasi oshadi. Ular sotgan parasi tushadi. Tushunarli? Endi hozir nimaga sell, nimaga buyligini tushuntirib o'tirmayman. Chunki sizlar bu mavzuni ikkinchi kanalimizda ma'lumot olasizlar, ya'ni YouTube kanalimizda ham bizga bu haqida ma'lumot berilgan. Nima sababdan siz narx tushishiga foyda qilishingiz, nima sababdan ko'tarilishiga foyda qilishingiz haqida ma'lumot berilgan. Xo'p, demak, katta krupniy igroklar ular faqat sotib oladi, narx va ular sirazi o'yindan chiqib ketadi. Ular sizlarga o'xshab aytaylik, zelkani ochadi, bitta shamchi yopadi, ikkita shamchi tushadi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Ulardagi vaziyat, misol uchun, hammamiz kino ko'rganmiz, hammamiz trade sohasiga qiziqamiz, hammamiz motivatsiya olish uchun har xil kinolar ko'ramiz. Bu haqida kinolar juda ko'p. Misol uchun, Игра на понижение degan kino bor. U kinoda ham misol uchun narx tushishiga ular daromad qilishadi yoki bitta katta krupni объемni sotib oladi, shu narx oqiga sotadi va narx sirazi oqib ketadi, ular sirazi o'yindan chiqib ketadi. Yoki deylik boshqa filmlarimiz bor. Ya'ni haqiqiy hayotdan, haqiqiy istoriyadan olingan, snat qilingan filmlarimiz ham bor. O'sha filmlarni ko'rsanglar ham bu sohalar haqida ozgina muhabbatinglar oshadi. Endi aytdim sizlarga, bu yerdagi katta o'yinchilar bular kimlar? Bular birinchi o'rinda, eslab qolinglar, bularning spiski bor. Bu birinchi o'rinda bu banklar, ya'ni markaziy banklar. Butun bozorni boshqaruvchi markaziy banklar. Har bitta davlatda o'zining markaziy banki bor. Misol uchun O'zbekistonda markaziy bank bor, boshqa joyda markaziy bank bor. Bank boshqa banklarga pul tarqatadi va o'sha pulni, ya'ni pul obmen qiladi va o'sha pulni markaziy bank birjadan sotib oladi, ya'ni Forex birjasidan olib chiqadi. Xo'p, endi buni daskanalni sizlarga tushuntirmayman, chunki hozir vaqtimiz yetak kam. Endi markaziy banklar, ikkinchi igroklar, markaziy banklardan keyingi igroklar bular hedge fondlar yoki qanaqadir fondoviy rinoklar. Bularni bozorga daxli bor, ya'ni bular bozorni bemalol boshqara oladi. Boshqara oladi degani bozor harakatini qimmatga olib, tillarni 4 mingga chiqarib olib, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Prosta tak, aytaylik, bir qanaqa katta summa bilan kirilsa, shunaqa katta ob'yom bo'lishi mumkin. Aytaylik, bayga kirdimi, shu bayga shunaqa katta shamcha ortadi. Selga kirdimi, selga shunaqa katta shamcha bilan tushadi. Endi hedge fondlar, aytdim sizlarga, fondoviy rinoklar, aytaylik, bu yerga brokerlar ham daxli bor. Brokerlar qanaqa daxli bor? Bir xil brokerlar o'zi bozorda savdo qiladi va keyingilar bular kitlar. Ya'ni hammamiz bilgan kitlar market makerlar hisoblanadi. Ya'ni ular kattaroq ob'yom bilan bozorga kiradi va ular sirazi chiqib ketadi. Endi nimaga biz treyderlar bozorga kira olmaymiz? Ya'ni bozorga kirsak ham, misol uchun $1 million bilan bayga zelka qo'ysangiz, bitta shamcha tepaga otmaydi, chunki bizlar bilasizlar, to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa litsenziyamiz yo'q. Ya'ni birja bilan, imенно Forex birjasida litsenziyamiz yo'q. Litsenziya kimda bor? Brokerlarda bor. Biz через broker ishlaganimiz uchun biz bozorga hech qanaqa imенно ta'sir bera olmaymiz. Endi u patomgi mavzu, ya'ni u narsa bizning ba'zi bilimlardagi berilayotgan mavzular. Xo'p, maqsadga qaytamiz. Endi krupniy katta Urlbok bu bozordagi katta o'yinchilarni bitimlari yoki limitlari qo'yilgan narx zonalari, ya'ni ularning bitimlari yotgan zonalar hisoblanadi. Xo'p, qanaqa bitimlar? Krupniy igrok o'zi qanaqa savdo qiladi? Ular qanaqadir ob'yom, ya'ni summa bilan bozorga kiradi. Misol uchun aytaylik, tilla $10 million bilan tilla kiradi. Endi bu minimal hisoblaymiz. Ya'ni bu narsa aytaylik realniy statistika emas, bu realniy sonlar emas. Prosta sizlarni tushunishinglar uchun bu sonlarni hozir yaratdim.
$10 million summa bilan tillaga kirdi va tillani srazu sotib olsa, ular bitta joydan, ya'ni narxni bitta joydan sota olmaydi. Sabab, chunki aytdim sizlarga, ularni ishlash uslubi bizanikiga o'xshab buy sell qilmaydi ular. Ya'ni ular buy chiqib ozgina shamcha sell, keyin analiz bilan sell, analiz bilan buy. Yo'q, ular unaqa bo'lmaydi. Ular sotib oladi, narx otadi. Ular sotadi, narx tushadi. Demak, ular katta summa bilan, ya'ni $10 million bilan tillani, xos tillani $2 ming narx, ya'ni mana bu qizil chiziq bu tillani $2 ming narxi. Bilasizlar, tillani $2 ming narxi bu gram emas, bu kilogram emas, aytaylik bu qanaqadir litrda emas, bu narsa unsiyada hisoblanadi. Ya'ni tillani bir unsiyasi, hozir misol uchun aytaylik, hozirgi vaziyatda endi 3 mingdan ozgina oshdi. Bu narsa esa, ya'ni primyerni sonini keltiraman, $2 ming, ya'ni bir unsiyasi uchun $2 ming. Ma'lumot uchun bir unsiya degani bu 31 gram hisoblanadi. Unsiya bu tillani o'zini o'lchov birligi. Поэтому bu ma'lumotlarni ham bilinglar. Xo'p, endi $10 million bilan kirdi, bayga kirdi. Sizlarga hozir tushuntirayotgan narsam bu order block hosil bo'lishining maqsadi, ma'nosi, ya'ni qayerdan kelyapti degan savolga javob. $10 million bilan ular bay kirdi, ular hech qachon narx bitta $10 million bilan sira sotib olsa narx sira otmaydi. Sabab, chunki bozor ulgurmay, ya'ni ular bitim ochib ulgurmay qoladi. Ular mana bitta $10 million emasda, ular mana bitta $10 million bitim ochsa, birinchi 3 millioniga mana bitta ochiladi, ikkinchi 3 millioniga sal teparoqdan ochiladi, keyingi 4 millioniga mana bitta ochiladi. Sabab, chunki ular katta summa bilan sotib oldimi, narx sira tepaga o'tadi. Ya'ni narx sira tepaga skachok beradi. Xo'p, все, uni puli qolmadi, ya'ni $4 million puli qolmadi, tugadi. Mana bitta $10 million zakupach qildi. Sal pastroqdan, o'rtaroqdan eng tepasini zakupach qildi. Endi narx yana o'tavorishiga yoki tushib ketishiga qanaqadir sababimiz bormi? Albatta bor. Ya'ni katta krupniy kapital mana bitta kirdimi uzun summasi bilan, ya'ni mana narx 2 mingdamidi, narx 2 mingdan tepaga kirdi, to'g'rimi? Bayga kirdi. Xo'p, narx uni puli qolmadi, tepasida qolmadi, narx srazi obratni oqib ketadi. Qayerdan ko'tarilgan bo'lsa, xuddi shu narxga tushib oladi. Aytaylik, yengilliklarimiz, fundamentalimiz. Bilsangiz 80%, 90% yengilliklar qanaqa bo'ladi? Narx bitta tarafga harakatlanadi, obratni 3-4 barobar движение harakat qiladi. Misol uchun, bayga 10 punkt otdimi, narx bayga otganiga yengillik chiqqandan keyin sirazi o'sha kunda o'zida 2-3 barobar selga, ya'ni 30-40 punkt selga oqib ketadi. Sabab, chunki aytib o'tganimdek, mana bu ob'yom. Ya'ni bayga otdi, все. Mana bitta, mana $10 million ga sotib olgan katta krupniy kit, aytaylik market maker, 3 million mana bunaqa imенно depoziti mana bunaqa bo'linib sotib olinadi. Buni sababini tushuntirdim. Chunki ular imенно u mana bitta zelka ochishga ulgurmay qoladi. U sirazi $10 million mana bitta ochsa, hamma $10 millioniga mana bitta sotib ololmaydi. Bu bo'lib tepada zadержка bilan. Misol uchun, zadержка bilan deyman, qanaqasiga? Aytaylik, Newspaytni sizlar bilasizlar, Newspayt savdo qilib ko'rganlar biladi. Newspaytni zelka ochsangiz qanaqa ochiladi, bilasizlarmi? Zelka ochasiz, sal teparoqda ochiladi. Zelka ochasiz, sal pastroqda ochiladi. Yangi zadержка bilan. Chunki narx tez harakat qiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Narx tez harakat qilgani uchun, bu yerda ham zadержка bo'lgani uchun katta zadержкада mana bunaqa ob'yomda sotib olinadi. Endi sotib olinib, mana bitta pul qolmadi, narx obratni yana qaytadi. Sabab, chunki u kirdi nima, bozorga kirmadi nima. Xuddi shunaqa situatsiya, ya'ni uni puli bor edi, tugadi, qaytib ketdi. Endi u aqlini ishlatib mana bitta sotsa bo'lmasmi desangiz, birinchi o'rinda u mana bitta sotishga ulgurmaydi, ya'ni sotib olgan tovarini sotishga ulgurmaydi. Ikkinchi o'rinda ulgurgan taqdirda ham bu mana bu eng katta pribul turibdi. Mana bu o'rtancha pribul, mana bu вообще kam pribul turibdi. Bu imенно katta market maker va krupniy kitlarga qaratilganda juda ahmoqona fikr bo'ladi. Va bu uslubimiz juda yomon hisoblanadi ular uchun. Endi ular ahmoq odam emas, ular shunaqa katta kapital boshqaradi. Katta kapital bilan shunaqa harakat qildiradi bozorni. Ular kallasi ishlaydigan imенно aytaylik krupniy igroklar hisoblanadi, o'yinchilar hisoblanadi. Ular nima qiladi? Ular $10 million hammasiga sira sota olmaydi. Ular aytaylik $10 million 2 yoki 3 qismga bo'ladi. Ko'p vaziyatda 2 qismga. Xo'p, $10 million 3 qismga bo'lsak, bu 3 to'ridan hisoblanadi. Ya'ni 3 million va $4 million hisoblanadi. Endi ular nima qiladi? U mana bunga o'xshab sirazi bitta joyda mana bitta 10 mingga sotib oladi. $10 million ga sotib olmaydi. U mana bunaqa aqlliroq xud qiladi, bitta narx belgilaydi o'zi uchun, misol uchun $2 ming narxi belgilab oladi va o'sha narxdan hamma zelkasini, ya'ni hamma bitimini ochishga harakat qiladi. Ya'ni birinchi 3 millioniga mana bitta sotib oladi narx bitta skachok beradi, ya'ni bitta ko'tariladi. Xo'p, u pauza qildi. Demak, narx yana nima qiladi? Qayerdan ko'tarilgan bo'lsa, o'shga qaytadi. Mana bu primer. Narx o'shga qaytyapti yana. U yana nima qiladi? Qolgan 3 millionga sotib oladi. Yana narx xuddi shunaqa otadi. Endi narx yana qanaqa harakat qiladi? Uzr, yana qanaqa harakat qiladi? Xuddi shunaqa narxga, xuddi shunaqa joyga narx qaytib oladi, ya'ni. Chunki bo'ldi, bozor kirdi, u ob'yomda sotib oldi, narx endi obratni qaytadi. Endi qolgan 4 millionga sotib oladi va narx katta skachok beradi va u srazi bitimlarni yopadi.
Sizlarga aytdim, krupniy игрок qanaqa savdo qiladi? U zelka ochadi, narx ketadi, bozor ketadi, narx sразу yopadi. U kutib o'tirmaydi, dars tushishini, u bitta shamcha yoki 4-5 shamcha bilan savdo qiladigan shaxslar. Xo'p, endi bu juda aqlli primer hisoblanadi. Nimaga desangiz, chunki u 10 million dollar hammasiga sotib olganda edi, mana bunaqa zadержка bo'lib, tepa-tepadan sotib olinardi. Ya'ni mana bu birinchi случайda. Bu aqlliroq fikr qiladi, 10 millionni 3 qismga bo'lib sotib oladi. Va har bitta bitmi почти bir xil narxda joylashgan. Ya'ni почти bir xil joyda limitlari joylashgan buni. 3 ta limit qo'yadi, 3 million va 4 millionga va 3 ta limiti ham bitta narxda joylashdi va bitta otda sразу yopdi. Keyin narx обязательно o'sha narxga qaytib qoladi, polygon. Lekin u zato 3 ta bitimni ham почти bir xil pribelda olib chiqib ketadi. Endi siz logistika o'ylang. Market maker krupniy игрокlarga variant yaxshiroqmi yo mana bu variant aqlliroqmi? Обязательно bu. Demak, order blokda ishlab berish vazifasi nimadan iborat ekan? Mana krupniy market maker ochgan mana bu zona bizga order blok zonasi bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Bu bizga order blok vazifasini o'taydi. Xo'p, endi order blok o'zi nima uchun paydo bo'lar ekan? Katta krupniy игрок yoki katta krupniy kitlar bozorda limitlarni o'zini depozitini, o'zini summasini 3 qism, 4 qismga bo'lib, 2 qismga bo'lib, bir xil narxdan limit qo'ygani uchun bu mavzu, bu imla yo'nalish paydo bo'lar ekan bozorda. Demak, order blok nimaligini tushundinglar degan umiddaman. Ya'ni bu ma'nosi bu. Bu narsani sizlarga hech kim, почти juda kamdan kam odam sizlarga ma'nosini keltirib bera oladi. Любой SMC trader yoki любой mana shu yo'nalishda savdo qiluvchi trader order blok nimaligini qanaqa ishlatishni biladi, lekin uni ma'nosini bilmaydi. Chunki u o'zini yo'nalishida hali opiti kam bo'ladi yoki o'zini yo'nalishiga izlanishda umuman to'xtab qolgan inson bo'ladi. Demak, mavzuni yopamiz. Order blok nimaligini ma'nosini tushundingda, keyingi narsa bu order blok qatdan va qanaqa paydo bo'lishi, hosil bo'lishini sizlarga tushuntiraman. Demak, order blokda eslab qolinglar, 3 ta qoidasiz umuman ishlatish mumkin emas. Ya'ni 3 ta qoidasi bor. Birinchi qoidasi eslab qolinglar, bu o'zidan oldingi shamchani agar buy bo'lsa, qarang, o'zidan oldingi shamchani dotdi. Ya'ni qaysi shamchani olayotgan bo'lsak, o'zidan oldingi shamchani agar narximiz buy bo'lsa, ya'ni biz agar mana bu bitta narx seldan buyga o'zgarayotgan bo'lsa, o'zidan oldingi shamchani minimumni yechish kerak. Agar sell bo'lsa, ya'ni narx tepadan pastga oqayotgan bo'lsa, ya'ni biz sellga order blok qidirayotgan bo'lsak, o'zidan oldingi shamchani maksimumni yechgan bo'lishi shart. Endi sizlarga savol, ko'plar biladi, to'shto bu mavzu, ya'ni bu qoidasini o'zidan oldingi shamchani yechish kerak, lekin nima uchunligini bilmaydi. Chunki o'zidan oldingi shamchani mana bitta yechgan payti, ya'ni mana bitta soyasini yechgan payti bu soya как likvidность sifatida o'taladi. Va mana bu yechganning hisobiga bozorda mana bitta likvidность qolmaydi. Bilasizlar, bozor yurg'izadigan narsa bu order bloklar emas. Bozor yurg'izadigan, harakatlantiradigan narsa bu imla likvidность hisoblanadi. Strategiya yo'q, eslab qolinglar. Просто bozorda harakatiga qarab, likvidностьlarni yechish, likvidностьlarni tozalashiga qarab, yaratilgan bitta qanaqadir aytaylik, yo'nalishlariga qarab, ayrim bir strategiyalar, win rate'li strategiyalar bo'lishi mumkin. Endi xo'p, demak, birinchi qoidasi nima sababdan bizga kerak ekan? Chunki bozor order blok tepasida hech qanaqa likvid qoldirmagan bo'lishi kerak. Sabab, agar o'zidan oldingi shamchani yechmagan bo'lsa, bu yerda likvid qolgan bo'ladi va bozor buni yechishga majbur bo'lib qoladi. Agar bunda soyani yechgan bo'lsa va bu yerda likvid qolmaydi va bozor juda ko'p vaziyatlarda order blokdan sellga reaksiya oladi. Keyingi masala, bu birinchi qoidamiz. O'zidan oldingi shamchani agar narximiz buy bo'lsa, minimumni yechgan bo'lishi kerak, agar narximiz sell bo'lsa, maksimumni yechgan bo'lishi shart. Keyingisi, ikkinchi qoidasi. Undan keyin imbalans bo'lishi shart. Bu ikkinchi qoidasi. Bu nimaga qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Nimaga imbalans bo'lishi shart deyman? Chunki imbalans o'zini vazifasi nimadan iborat? Buni o'zi nimaga imbalans? Bu narx orasidagi bo'shliq, ya'ni shamchalar orasidagi bo'shliq va bozor u bo'shliqni to'ldirishi shart. Demak, bu bizga hisoblanadi, ya'ni order block ham imbalans ham bizga poizon hisoblanadi, point of interest hisoblanadi. Xo'p, endi point of interest degan bu narx qiziqtirayotgan, ya'ni narxda qiziqtirayotgan zonalar hisoblanadi. Endi imbalans bor va order block bormi, demak bozor qiziqishi ancha ortadi. 2 barobar qiziqish bo'ladi. Agar u yerda imbalans bo'lmasa, bozor unga qiziqmasligi mumkin. O'sha sababdan bu yerda imbalans bo'lishi shart. Bozor imbalansni yechib, keyin order blockdan reaksiya olish ehtimoli juda yuqori hisoblanadi. Xo'p, birinchi qoidasini tushundinglar, ikkinchi qoidasini ham tushundinglar va uchinchi qoidasini eslab qolinglar. Narx kelib tegmagan bo'lishi kerak. Uchinchi qoidasida bitta narsaga e'tibor berishingizni xohlayman, nimani? Xo'p, har bitta qoidada, ya'ni birinchi va ikkinchi qoidada biz nimani upomeniz qildik? Bo'lishi shart. Uchinchi qoidada esa bo'lishi kerak. Xo'p, nimaga bo'lishi shart deb yozilmagan? Chunki narx kelib tegmagan bo'lishi kerak degani bitta order blok bir marta ishlaydi degani. Ya'ni как одноразовый salfetka degandek gap. Ya'ni bitta order blokimiz bir marta ishlaydi. Endi bozor shunaqa
vaziyatlar bor. 2-3 marta ishlagan vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimiz shu krupniy kapital 2-3 marta 2-3 martaga 2-3 qismga, to есть o'zini kapitalini, o'zini summasini bo'lgan vaziyatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Endi nimaga 3-qoidasi narx hali umuman tegmagan bo'lishiga order blokka deyilyapti, ya'ni svejiy turgan bo'lishi kerak deyilyapti. Chunki agar narx order blokka kelib tegib reaksiya olgan bo'lsa, narx razворот olayotgan payt biz uydan yana order blokdan kirishimiz riskovniy bo'lib qoladi. Sabab chunki narx qaytayotgani balkim o'sha order blokni yetishga qaytayotgandir. Va 70-80% vaziyatda narx bir marta order blokdan reaksiya oldimi, ikkinchi marta qaytayotganda uni yetishga harakat qiladi. Chunki uni уже bozorga likvidность bo'ladi. Qattan likvidность bo'lsa, chunki siz u yerdan уже сделка ochdingiz, ya'ni siz ulgurmadingiz, lekin boshqa order blokda biladigan treyderlar u yerdan сделка ochdi, u yerdan именно игрокlar u yerdan bitim ochdi. Bu не только treyderlar bu yerdan, игрокlar bormi? Игрокlar bu yerdan сделка ochdi yoki stop loss qo'ydi va bozor uni обязательно yetishi shart. Endi sizlar bu narsani tushundinglar. Ya'ni 3 qoidasini tushundinglar. Xo'p, mana bu narximiz selldan buyga o'zgarayotgan payt biz buyga order blok qidiramiz. Ya'ni buyga сделка ochish uchun buyga order blok qidiramiz. Xo'p, bu vaziyatda bizning birinchi qoidamiz agar narximiz buy bo'lsa degan narsani ishlatamiz. Ya'ni o'zining oldingi shamchani minimumga yetgan bo'lishi kerak shart. Birinchi qoidasi bu. Endi yana bitta narsani eslab qolinglar. Order blokda 3 qoidasi bor va 3 qoidasi ketma-ket kelishi kerak. Ya'ni siz birinchi xohlasangiz 3-qoidasini topib, keyin ikkini topib, keyin birini topolmaysiz. Ketma-ket bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi o'zining oldingi shamchani minimumga yetgan. Ya'ni mana bu shamcha yashil, mana buni o'zining oldingi shamchani minimumga yetdi. Minimum degani tanasi emas, soyasi hisoblanadi. Agar soya bo'lmasa tanasini. Xo'p, minimumga yechildi, все. Birinchi qoidasi bizda bor. Endi ikkinchi qoidasiga o'tamiz. Undan keyin imbalans bo'lishi shart. Mana bu shamchani olamiz. Imbalans bu birinchi shamchani maksimum va uchinchi shamchani minimum hisoblanadi. Xo'p, bu yerda imbalans bor. Ikkinchi qoidasi ham bizda bor. Uchinchi qoidasi narx umuman tegmagan bo'lish, ya'ni narx hali bu yerga kelib tegmagan. Va bu order blok bizga aktualni hisoblanadi. Eslab qolinglar, bu buy. Ya'ni sellga xuddi shunday naborot. Ya'ni unga o'zining shamchani maksimum yetgan bo'lishi kerak, undan keyin imbalans bo'lishi kerak va narx qaytib o'sha order blokdan sellga reaksiya olish kerak. Endi bu mavzuni именно hozir o'tishim uchun, как бы уже bu mavzu o'tish uchun как бы слишком низкий уровень hisoblanadi. Xo'p, ovozingiz kelmayapti deb yozayotganlar bor ekan. Ovozim qanchalik darajada to'g'ri eshitilyapti? Shunda yozib o'rsanglar yaxshi bo'lardi. Ovozim yaxshi eshitilyapti? Ovozim bilmayman endi, juda zo'r eshitilyapti. По-любому, chunki MacBookdaman. Bilasizlar, MacBook eng katta, eng zo'r o'zini dinamikasi bilan o'zi keng tarqalgan bu narsa. Ashula qo'ysam, nimadir qo'ysam, почти bir kolonkani ovozi bir xil keladi. O'shaning uchun ovoz taraflama hech qanaqa kачество bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi bu ovozim bormayotgan odamlarga zapisi bo'ladi по-любому, uni o'ylamanglar. Xo'p, bu o'zinglarning mo'maylar. Demak, bu order blokni aniqlashda 3 qoidasi. Sizlar uchun chizib, sizlar uchun mana bunaqa grafiklarda, как бы realniy shamchalar bilan chizib ko'rsatib berdim mana bu narsani. Hozir sizlarga endi bu narsani tushuntirib berdim. Ya'ni qanaqa aniqlash tushuntirib berdim. Hozir grafikga o'tib ham bu narsani praktika qilamiz. Xo'p, qanaqa kirishlarni hozir именно savol javob qilib o'taman. Endi tushundik, ya'ni qoidalari qanaqa aniqlash, buni даже order blok bo'yicha любой, mana YouTube'ga yozsangiz chiqadi. Bu narsani o'ylab qarasiz. Lekin bitta narsa bor, nima? Hali hozirgi yozayotgan videomniqi hali eksklyuziv ko'rganim yo'q, hech qayerda chiqadi. Chunki bizda aytib o'tgandek, bu birinchi o'rinda buni ma'nosi bor va ikkinchi o'rinda просто tak tushuntirish bilan, просто ishlatish bilan o'tib ketamiz. Biz eng kerakli narsa, ya'ni order blok bilan savdo qilishdagi xatolarni ko'rib chiqamiz. Va bu narsani hali hech kim olib chiqmagan. Kim olib chiqa oladi? Kim bu order blok bilan juda ko'p yil yoki juda ko'p vaqt savdo qilsa va o'sha общий yig'gan savdosidan xulosa chiqarsa. Demak, order blok qilishdagi xatolar. Eslab qolinglar, 3 ta xato bor. Zapis masalasiga zapisni kanalga tashlab qo'yaman, iltimos xalaqit bermay turinglar. Xo'p, birinchi xato. Eslab qolinglar, trendga qarshi order blok topib savdo qilish. Sizlarga bitta narsani eslatib qo'ying, order blok bu aytib o'tgandek katta krupniy igroklarni bitimlari yotgan zona, demak bozor uni reaksiya olish ehtimolligi 90-95% hisoblanadi. Ya'ni любой order blokdan bozor reaksiya oladi. Просто keyingi savol bor. Qanchalik o'sha order blokdan baga oshib ketadi yoki qanchalik narx tushib ketib qoladi order blokdan degan savol bor. Xo'p, любой order blok bozorda ishlab beradi. Даже ozgina reaksiya olib beradi. Ya'ni order blokdan reaksiya olib beradi. Xo'p, qaysi order blok ishlamasligi mumkin? Ya'ni ozgina reaksiya oladi по-любому, lekin urib ketish ehtimoli yuqori. Qaysi order blok? Bu trendga qarshi topilgan order blok.
Xo'p, bu xato juda ko'p vaziyatlarda stop loss urishi bilan tugaydi. Trendga qarshi o'rin blokda narx reaksiya oladi doimo, ya'ni ozgina yurib beradi. Nima uchun yurib beradi? Chunki bu treyderlarni sellga сделка ochish yoki buyga сделка ochish uchun bu undab qo'yadi bu narsani. Ularda shunaqa fikr bor, analiz bilan ishlamaydi, analiz qilib qo'yadi, analizdan ozgina yurib ketdimi, analizdan qolib ketmaydi, bitim ochaveradi va bu juda katta xato hisoblanadi. Ya'ni bitimdan qolib ketmaydi deb savdo qilish bu juda noaniqlik va iloji boricha bunaqa savdo qilmaslik kerak. Xo'p, trendga qarshi o'rin blokda narx reaksiya oladi, lekin baribir urib ketadi. Chunki bu o'rin blok bizga trap hisoblanadi. Bu SMT hisoblanadi, trap hisoblanadi. Xo'p, bu smart money texnik emas, bu smart money trap hisoblanadi. Adashtirmanglar. Endi bu mana bu chiziqlar bilan sizlarga ko'rsatib beraman. Tepada boz, ya'ni bozor boz yechish kerak, chunki bu strukturniy maksimum hisoblanadi. Narx razvorot oldi, sabab chunki mana shu maksimum yechaman deb siz bu yerdan sellga o'rin blok, ideal o'rin blok topsangiz ham bozor ozgina reaksiya olishi mumkin, lekin baribir urib ketish ehtimoli katta. O'shaning uchun trendga qarshi o'rin blok topib savdo qilishdagi xatolarni ishlatmaslikni maslahat beraman. Keyingi ikkinchi xatomiz bu hozir bu top 3 ta xatoni hisoblab chiqamiz-da. Bu asosiy xatolar emas bu. Bu именно top 3 ta xato. Hali bundan ham ko'p variantlari bor. Qachonki bozorda ko'p savdo qilsangiz bu xatolarni sekin-sekin yig'ib boraverasiz. Ikkinchi xato o'rin blokka narx impuls bilan harakat kelsa, ya'ni harakat bo'lsa, impuls bilan narx kelsa, bu o'rin blokda umuman savdo qilmanglar. Sabab chunki narx impuls bilan kelgan payt juda ko'p vaziyatlarda o'rin blokda urib o'tib ketadi. Nimaga desanglar, chunki narx impuls bilan kelyaptimi, demak u likvidnost tozalashga kelyapti. O'shaning uchun iloji boricha umuman o'rin blok payti o'rin blokka kelgan payt impulsivniy harakatda iloji boricha savdo qilmasligimiz kerak. Xo'p, endi mana bu yashil shamchalar bo'lib qolgan, ya'ni bu ko'tarilish shamcha. Qanaqasiga biz o'rin blokni mamchini topib, narx nima chapga yuradimi degan savollarga javob yo'q. Bilasizlar, bozorda shamchalarning rangi, shakli umuman rol o'ynamaydi. Ya'ni o'rin blok bo'lish uchun shamchaning rangi, shakli umuman rol o'ynamaydi. Xo'p, ya'ni mana bu vaziyatda aytaylik, mana bu shamcha yashil emasda, xohlasa mana bu shamcha qizil bo'lib qolishi mumkin. Bu ham o'rin blok bo'ladi. Tushunarli? Главный qoida mana shu. Ya'ni o'rin blokni aniqlayotganimizda mana bu 3 ta qoidaga e'tibor beramiz, bo'ldi. Aytilma oxirgi yashil shamcha, oxirgi qizil shamcha bo'lishi kerak deb. O'shaning uchun bu yashil shamchani biz tushish shamchasi deb hisoblaymiz. Xo'p, narx o'rin blokka sellga kelyapti, yashil shamcha sellga kelyapti va o'rin blokda impuls bilan 3 ta shamcha impuls bilan harakat qilgani uchun katta shamchalar bilan, manipulyatsiyalar bilan bozor uni urib o'tib ketadi. Va bu ikkinchi xato hisoblanadi. Xo'p, agar narx o'rin blokka kuchli harakat bilan kelsa, bilingki, narx uni yechishga kelgan va yechmasdan umuman ketmaydi. Siz narxni qaytarishga umuman harakat qilmang, baribir foydasi yo'q. Bu ikkinchi xato hisoblanadi. Xo'p, uchinchi xato likvidnost bo'lib qolgan o'rin blokdan bitim ochish. Ya'ni aniqlangan o'rin blokingiz agar eng minimumida joylashgan bo'lsa va uni minimum bozor uchun likvidnost bo'lsa, juda ko'p vaziyatlarda, ya'ni 70-80% vaziyatlarda uni yechib, keyin trend bilan birga harakatlanadi. Ya'ni bizda bo'lgan aytaylik o'rin blokdan savdo qilganimizda stop qo'yib qo'yamiz, bozor stopimizdan urib, keyin tekimizdan urib beradi. Bunaqa vaziyatlarda bozorda juda ko'p bo'ladi. Chunki sizni aniqlagan o'rin blokingiz bozor uchun juda ko'p vaziyatlarda likvidnost bo'lib qolgan bo'ladi. Buni eng zo'r yo'li kattaroq time frame o'tib, o'shdan aytaylik poyzon yoki o'shdan likvidnost qidirish va likvidnost tepasida hech qachon o'rin blok qidirib qo'ymanglar. Demak, ideal entry qanaqa bo'ladi? Mana birinchi o'rin blokdan kutib turamiz, chunki likvidnost borligini bilamiz va pastdagi ikkinchi o'rin blokda biz sellga buyga, to есть entry qilamiz, kirish qilamiz va juda ko'p vaziyatlarda biz ideal moment, ideal entryni qo'lga kiritishimiz mumkin. Bu o'rin blok bilan savdo qilishdagi 3 ta xatolarni biz sizlar bilan ko'rib chiqdik. Bu 3 ta donasi. Endi sizlarga bozordan sirazi bu narsani o'tkasak, ya'ni bozordan sirazi bu narsani ko'rsak, xo'p, sizlarga buni qanaqa savdo qilishni emas, ya'ni bozorni aniqlash tushuntirib beraman. Misol uchun qanaqa vaziyat? Bu 1 minutlik time frame. Bilasizlar, bozor fraktal. Ya'ni o'rganayotgan strategiyamizda hech qanaqa time frame, hech qanaqa para tanlamaydi. Bozor fraktal degan narsa bor. Aytaylik, kriptovalyutada ham bu narsa ishlaydi, любой joyda ishlaydi. Xo'p, mana bu shamcha birinchi o'rin blokdan boshlaymiz. O'z oldingiga maksimum yechyapti, chunki bu sellga imbalansi bor va ideal mana bu shamcha bizga o'rin blok. Narx bir marta tegdi, bo'ldi, ishlamaymiz. Qarang, yaxshilab e'tibor bering. Mana shu o'rin blokdan sell kirganlar, mana men minimumgacha tek qo'yaman deb o'ylamanglar. Chunki narx qanaqa harakat qiladi doimo? Narx agar trendga qarshi bo'lsa, ozgina reaksiya oladi, keyin buyga ketishini ham biz aniqlasak bo'ladi. Hattan pastdagi o'rin blokdan, buyga o'rin blokdan. Bu vaziyatda mana bu qora shamcha bizga o'rin blok. Qanaqasiga? Qora shamcha o'z oldinga minimumni yechdi. Birinchi qoidasi. Ikkinchi qoidasi imbalans bo'lishi kerak. Mana qora shamchada imbalans yo'q, to'g'rimi? Da. Lekin nima uchun bu o'rin blok deb olindi desanglar, chunki bu haramiy degan shamcha bo'lib qolgan. Haramiy shamchasi mana bu o'rtadagi qolib ketgan, yutib olgan shamchani biz umuman hisobga olmaymiz. Ya'ni bu yerda 1,
uchta sham bor va uchta shamni orasida bizada imbalans ham bor. O'shaning uchun bu order block hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin, именно order blockdan bozor bayga reaksiya. Narx bayga reaksiya oldi. Mana o'z o'rniga maksimum yechgan, imbalansi bor va bozor o'shdan sell reaksiya oldi. Именно o'sha order blockdan. Xo'p, narx ko'tarildi, yana xuddi shunaqa mana. O'z o'rniga yechyapti, lekin imbalans yo'q. Endi sizlarda keyingi savol bo'lishi mumkin. Agar bozorda imbalans bo'lmasa, ya'ni hozirgi tepadagi ko'rsatgan vaziyatimda agar bozorda imbalans bo'lmasa, biz nima qilamiz? Ya'ni mana vaziyatda bozorda imbalans yo'q. Aytaylik mana bu yerda soya bilan mana bunaqa yechgan. Mana bu umuman imbalans yo'q. Biz mana buni order block deb olish haqqimiz bormi? Yo'q, umuman haqqimiz yo'q. Nima qilamiz? Birinchi ya'ni o'z o'rniga minimumni yechganmi? Bo'ldi. Ikkinchi qoidasiga o'tamiz. Imbalans qidiramiz. Mana bu shamchada imbalans yo'qmi? Keyingisiga o'tamiz. Ya'ni mana bunga o'tamiz. Bundachi? Bunda imbalans bormi? Mana bundachi? Bunda agar imbalans bo'lsa, mana mashina biz именно mana shamchani order block deb olamiz. Ya'ni mana bu yerda imbalans yo'q, keyingisiga o'tamiz. Bu yerdachi imbalans bormi? Imbalans bor. Mana bu shamcha bizga order block shamchasi bo'ladi. Endi bu o'z o'rnini yechmagan-ku deyishingiz mumkin. Yechmagan, lekin o'z o'rnidan mana bu yerda yechilgan shamcha bor. O'shaning uchun imbalans bo'lmagani uchun mana bu shamchaga ko'chirib qo'yganimiz ancha aqlli sposоб hisoblanadi. Xo'p, mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bir ikkita primerlar. Mana. Xo'p, mana bu o'z o'rniga maksimum yechyapti, lekin bunda imbalans yo'q. Keyingi shamchaga o'tdik, imbalans bor va bir marta ham test qilmagan ideal order block sell. Xo'p, narx selldagi order blockdan sellga ketdi va endi buyga order block mana o'z o'rniga mana yechgan, bu yerda yaqinlashsa ko'ramiz va bu yerda imbalans ham bor, bozor o'shdan buyga qildi. Yana teparoqqa chiqamiz. O'z o'rniga maksimum yechyapti, imbalansdan bozor sellga, ya'ni order blockdan bozor sellga. O'z o'rniga yechyapti, yana xuddi shunaqa imbalans, yana sell, yana imbalans, yana order block, yana sell. Mana bunaqa primerlarni ko'rishingiz mumkin. Endi bu faqat yevro dollarda ko'ramiz desanglar, yo'q. Tillarda ham даже bir ikkita primerlarni hosiliga keltirib beradi. Xo'p, demak, o'zim aktivni savdo qilganim uchun bu yerda analizlar ko'p, bu narsaga e'tibor bermaysizlar, просто sizlarga tushunarliroq bo'lishi uchun mana bu yerda bir ikkita ideyalarni ko'rsatib beraman. Xo'p, mana bu ham даже mana qaranglar. Mana bozor mana bu yerdan buyga reaksiya oldi, mana bu yerdan bozor buyga reaksiya oldi. Qattan reaksiya olsanglar, order block o'zi qaysi shamcha bo'ladi? O'zi qoidasi bo'yicha. Mana bu shamcha bo'lishi kerak. Lekin bozor unga kelmadi. Bozor mana bu yerdan tepadan reaksiya oldi. Xo'p, order blockning qoidasini ko'ramiz. Mana o'z o'rnini mana bu yechgan, bu doji shamcha hisoblanadi. O'z o'rnini minimumni yechdi, lekin imbalans bo'lmagani uchun keyingi shamchaga ko'chirdim. Imbalans bo'lmagani uchun yana keyingisiga ko'chirdim. Bu yerda imbalans bo'lgani uchun mana shamcha bizga order block bo'ldi. Va именно o'sha order blockdan bozor qarang. Tak, tillarda bozor 13 punkt, ya'ni 130 pips reaksiya buyga olib bergan. Xo'p, buyga bitta olib berdim, bo'ldi. Ikkinchi marta ishlatmaylar deganim sababi mana narx ikkinchi marta kelayotgan payt uni yechishga harakat qildi. Va bozor ko'rdinglar va bozor order blockda likvidnosini tozaladi. Xo'p, mana bitta ham mana narx o'z o'rnini yechyapti, lekin imbalans bo'lmagani uchun keyingisiga ko'chira olmay va yana keyingisiga ko'chira olmay bitta imbalansli order block. Bozor buyga reaksiya oldi. Buyga reaksiya olgan payt mana bitta ham mana o'z o'rnini yechyapti. Xuddi shunaqa qaramay bo'lyapti, imbalans bo'lgani uchun mana bu order block. Bozor yana buyga. Mana ko'rishinglar mumkin. Hozir har bitta отдельно tushuntirib beraman bu narsani. Ko'rishinglar mumkin. Mana даже mana bu selldagi order blocklar har bittasidan order blockda reaksiya oladi. Просто agar ular trendga qarshi bo'lgan bo'lsa, bozor ozgina reaksiya oladi va polygon urib ketadi. Misol uchun mana bu hamma selldagi order blocklar bizga trendga qarshi. Va ko'rishinglar mumkin, ozgina reaksiyalar bo'lgan, lekin agar uni uzoqroq muddat tushirsangiz, polygon stop uradi. Chunki struktura buy. Mana ular ko'rinish. Bu order blockda ideal momenti, ideal qoidalari va chiroyli formirovание bo'lgan vaziyatlar hisoblanadi. Xo'p, qanaqa savdoga kirishimiz kerak desanglar, iloji boricha harakat qilinglar. Order blockda 0.5 dan savdoga kirishga. Ya'ni ko'p vaziyatda bozor order blockda 0.5 ga tegadi va sizlar risklarni 2 barobarga qisqartirasizlar. Misol uchun, men savdo mamlakatga limit qo'yadi, stop loss order blockka taqib qo'ymaysizlar. Stop lossni ozgina olib qo'yasizlar. Chunki bir xil payt order blockda sweep qilib ketadi. Chunki ko'p traderlar mana shu stop lossni mana shu qo'yishi mumkin. O'shansini ham hisobga olinglar. Xo'p, xohlasanglar mana bunaqa kiringlar, ya'ni maksimumgacha bo'ladi bu narsa. Xohlasanglar iloji boricha harakat qilinglar 0.5 ga, ya'ni order blockda yarmiga kelganda entry qilishga. Xo'p, bu order block ichiga kirgandan keyin tasdiqida savdo qilishga ham maslahat beraman. Birinchisi bu aytaylik kichikroq time frame o'tib olib, bu confirmation entry mavzusi bo'yicha mavzularni ishlatib foydalanib sizlar savdo qilsanglar bo'ladi bemalol. Bu yerda ham xuddi shunaqa vaziyat. Har bitta order blockni iloji boricha harakat qilinglar savdo qilishga. Demak, xo'p, mana bu yerda ham biz mana bu yerdan buy сделка ochishga ulgurdik. Ya'ni sal teparoqdan ozgina kech qoldik-ku, lekin buni sababi, главный sabab mana bu yerda order block bo'lgani uchun mana o'z o'rnini mana bu yechgan.
Imbalans bo'lmagani uchun keyingi shamchiga o'tamiz. Bu shamchida imbalans bo'lgani uchun biza именно tepadagi mana bu imbalans bo'lgani uchun mana bu shamchi bizga o'rni blokda bayga zilka ochamiz. Harakat qildik bu yerdan bayga kirishga. Ozgina sal teparoqdan ulgurdik bitni ochishga, lekin по-любому hozir bitimiz aksiyada turibdi. Ya'ni hozir bitimiz yopilmaydi. Xo'p, bozor qanaqa harakat qiladi desanglar, bozor hozir ko'plar o'ylaydi, to'shda bozor tushdi, oqdi, tushdi, istoriya повторяется, ko'tariladi, oqadi. Yo'q. Bozor ko'tariladi, mana bu high yechib, keyin sellga reaksiya olishi mumkin. Tushunarli? Bu chista как бы tajribadan kelib chiqqan fikrni sizlarga aytaman. Bu hozir просто bozorga qarab turganimdagi analiz. Atak hali достаточно qilib, tak именно fokusini shunga qaratib hali analiz qilganim yo'q. Demak, xo'p, order block nimaligini tushundinglar. Bu narsani sizlarga qattiq ishlab beradi, qattiq ishlab bermaydi. Hammasini sizlarga tushuntirib berdim. Qaysi vaziyatda ishlatishimiz kerak emasligini tushuntirib berdim. Buni ishlatishni bilganda, buni qanaqa ishlab berishini juda yaxshi bilasizlar. Bugungi o'tgan mavzuyimiz sizlarga order block nimaligini tushuntirish emas edi. Order blockni qaysi vaziyatda, juda ko'p vaziyatda ishlatish mumkinligini haqida tushuncha berish edi. Misol uchun vaziyatda mana narx mana bu yerdan baydagi order blockda, mana bu yerda selldagi order blockni sellga reaksiya olgan-ku. Sellga reaksiya olgan. Endi bu bayga qayerdan chiqqansiz, mana qayerdan chiqqanligini sizga ko'rsatib beraman. Mana bu qora shamchi, mana qora shamchi o'zidan minimum nechyapti. Mana bu xaram bo'lib qolgancha hisobga olmaymiz. Mana 1, 2, 3 ta sham. Bu yerda imbalans ham bor. Mana bu shamchi bizga order block bo'ladi. Ya'ni qora shamchi bizga order block. Va ko'rishingiz mumkin, narx kelib imенно o'sha order blockdan bozor bayga reaksiya oldi. Bu order blockni prosta win rate sizlarga tushuntiraman. Va bu narsani nechadir yillar oldin tushuntirmayapman. Bu narsa misol uchun kechadan oldin kuni bo'lgan vaziyat, ya'ni juma kuni bo'lgan vaziyatda sizlarga ko'rsatib beraman. Bozorda bu narsa любой time frame ishlab beradi. Xo'p, aytaylik 1 kunlik bo'lsin, xo'p 1 haftalik bo'lsin, 1 minutlik bo'lsin. Sizlarga primerlar keltirib berdim. Tillarda sizlarga 15 minutlikda ko'rsatib berdim. Yevro yuzida sizlarga 1 minutlikda vaziyatlarni tushuntirib berdim. Endi главный narsa nimada? Buni qanaqa qilib savdo qilishimiz mumkin desanglar, ko'pincha vaziyatda iloji boricha harakat qilinglar. Buni praktika qilishga va не только praktikaga, но и praktика qilayotgan payt bitim ochishga ham harakat qilinglar. Chunki bitimda gap juda katta. Bitim ochmasangiz umuman foydasi bo'lmaydi. O'sha sababdan harakat qiling, zelkalarni ham amalga oshirishga, bitimlarni ham amalga oshirishga harakat qiling. Demak, bugun sizlar bilan order block mavzusini ko'rib chiqqandik. Order block bo'yicha hamma narsani, kerak narsani tushuntirdim. Именно основной bu narsa sizlarga aytgandek eksklyuziv, ya'ni bu narsa hech qayerda yo'q, bu haqida ma'lumotlar. Bu chista opitdan, bu chista bozorda o'zidan, bozor xarakteridan kelib chiqqan narsalarni sizlarga primer qilib keltirdim va bu narsani o'zim осознавать qilgan narsalarimni sizlarga tushunishingiz uchun как бы darslik sifatida tayyorlab berdim. Xo'p, demak, mavzuimiz tugadi. Hozir shunga efirni o'chiraman, zapisni o'chiraman va sizlar bilan